Oziq-ovqat xavfsizligi yer, ya'ni tuproqdan boshlanadi. Eng qimmatli resurslarning degradatsiyasini oldini olish, mineral o'g'itlarning me'yorida qo'llanilishida ilmiy asos yaratish maqsadida Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi qo'mitasining Respublika agrokimyoviy tahlil markazi tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga mo'ljallangan 2.700.000 gektar maydonning raqamli xaritasi shakllantirildi. Tuproq tirik organizm. Uning tarkibida bakteriyalar, zamburug'lar, aktinomitsitlar, protozoylar kabi mikroahvoli bor. Shu nuqtai nazardan yer eng boy biologik muhitlardan hisoblanadi. Unda ham muvozanat muhim. Respublika agrokimyoviy tahlil markazining hududiy laboratoriyalar tomonidan mavsumda bir oyda o'rtacha hisobda 15 mingdan ortiq namuna qabul qilinadi va tahlillar o'tkaziladi. Bu ko'rsatkichlar asosan ekin yerlarda o'g'itlar qo'llanishdan oldingi davrga, ya'ni ekinlar ekilishdan oldingi davrga to'g'ri keladi. Markazning o'zida esa aynan tuproq tahlili yo'nalishida bir oyda o'rtacha hisobda 300 tagacha aynan davlat buyurtmasi asosida tahlillar o'tkaziladi. Tuproq agar sog'lom bo'lsa, o'simliklar yetishtirilganda ularni tashqi ta'sirga, kasallik va zarar kunandalarga chidamliligi ham yuqori bo'ladi o'simliklarni. Buning hisobiga ortiqcha pestitsidlarni ishlatish, zararli kimyoviy vositalarni ishlatishga hojat qolmaydi va qanchalik organikani ko'proq beradigan bo'lsak, shunda organik mahsulot yetishtirish imkoniyati ham yuqori bo'ladi. Yetishtirilgan mahsulotimizning sifat ko'rsatkichlari ham yaxshilanadi. Laboratoriyada tekshiriladigan namunalar natijalari Agrolab platformasida umumlashtiriladi va mamlakatimizdagi qishloq xo'jaligi yerlarining umumiy holati bo'yicha ma'lumotlar shakllanadi. Bugungi kunda 2.700.000 dan ortiq ana shunday yerlar to'g'risida raqamli xarita mavjud. 42 mingdan ziyod yerdan foydalanuvchining xaritanomalari raqamlashtirilgan. Xaritanomalar yerdan foydalanuvchilarga smartfonlarga havolasi yuboriladi. O'ziga tegishli yer maydonini istalgan vaqtda, istalgan joyda ko'rish imkoniyatini beradi. Tuproq tahlili ekinlarning ehtiyojini aniq baholash, o'g'itlardan oqilona foydalanish va tuproq unumdorligini saqlashning asosidir. Shu bois namunalar eng so'nggi rusumdagi zamonaviy uskunalarda tekshiriladi. Gaz xromatograf bo'lib, gaz uslubidagi pestitsidlarni aniqlash uchun mo'ljallangan tuproqda va pestitsidlarning o'zini sifat va me'yor ko'rsatkichlari mana shu priborda aniqlanadi. Bu priborimizda element analiz deymiz. Mendeleyev davriy sistemasidagi barcha elementlarni tahlil qilib berish imkoniyatiga ega. Keragidan ortiq mineral o'g'itlar qo'llanilganda ular yer tarkibida qoladi. Keyinchalik esa mahsulotlarda ham qoldiqlari aniqlanishi mumkin. Tuproq tahlili esa o'g'itlarni aniq me'yorda qo'llash orqali ekologik xavflarni kamaytiradi. Aslida soha keng va agrokimyoviy tahlilning ahamiyati biz tasavvur qilgandan ancha katta. Bunda eng muhim xulosa tuproqning salomatligiga befarq bo'lmaslikdir. Sababi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ko'p jihatdan shunga bog'liq.